Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni tinglovchilar, kuzatib borayotgan ahli O'zbekiston. Assalomu alaykum. Rahmat avvalambor bizni kuzatib borayotganingiz uchun, bizga berayotgan savollaringiz uchun. Albatta, demak, sog'liqlaringizga befarq emassiz. Sog'liqqa befarq emassiz va o'z sog'lig'ingiz haqida qayg'urasiz. Yaqinlaringiz sog'lig'i haqida bu juda yaxshi. Sizlar bergan savollaringizga qarab biz o'zimizni, demak, xalqimiz, aholimiz, bemorlarimiz har bir kasallikda qaysi jihatlariga e'tibor qaratayotganini, qanday savollar qiziqtirayotganligini har bir kasallik bo'yicha bemorlarga bilib boramiz. Bu signal berayotgan signallaringiz bizga juda ham zarur. Biz olim mutaxassislarga. Mana bugungi videomni anchadan beri tayyorlamoqchi bo'lgandim. Sizlarning yangi berayotgan savollaringiz, men tanlab oldim 10 tadan ochiq savollarni, juda ham zarur va bunga aniqlik kiritish bu savollarga zarur deb o'ylayman. Masalan, mana savol bergan bir necha kishi meniskektomiya, ya'ni tizada o'sha meniska tog'ay zararlanganda meniskektomiya operatsiyasi vaqti nimaga bog'liq, qilish vaqti degan savol bergan. Avvalambor meniskektomiya operatsiyasi qilishdan oldin bu tiza tog'aylarining meniskasining zararlanish darajasini aniqlash kerak. Agar zararlanish darajasi demak 3-4 daraja bo'lsa, meniskopatiya, hozirgi Jahon Sog'liqni qo'mitasining talablariga binoan, demak, meniskektomiya operatsiyasi qilinadi. Artroskop orqali travmatologlar qiladi bu operatsiyani. Demak, avvalambor bunga yallig'lanish darajasi past yo yallig'lanish bo'lmasi kerak. Ya'ni bo'g'imdagi artrit yallig'lanish prosessi remissiyada bo'lishi kerak yoki tuzalgan bo'lishi kerak. Ya'ni yallig'lanish darajasi past bo'lishi kerak. Bo'lmasa operatsiyadan keyin asorat bo'lishi mumkin. Bu birinchi. Demak, ikkinchi bu albatta uning darajasi bo'lishi kerak. Ikkita narsa, darajasi meniskopatiya va remissiya bo'lishi kerak. Mana shunday va boshqa hayotga xavfli kasalliklar bo'lmasligi kerak bemorda. Demak, yuqori qon bosim, yurak xuruchlari bo'lmasligi kerak. Shunda bu operatsiya rejali operatsiya hisoblanadi, shoshilinch emas, rejali. Ya'ni bu operatsiya tayyorgarlik ko'rib, obdon bemor ham tayyorgarlik ko'rib, rejalashtirib qilinadigan operatsiya. Keyingi savol, nima uchun ayrim hollarda katta va o'rta bo'g'imlar zararlanadi, mayda bo'g'imlar emas degan savol bergan. Bu ham juda yaxshi, to'g'ri savol. Buning kelib chiqishiga bir qancha organizmda boradigan mahalliy va umumiy jarayonlar, proseslarga bog'liq. Birinchisi bu mahalliy yallig'lanish. Agar bemorda travma bo'lsa yoki bo'lmasa mahalliy o'sha to'qimalar yallig'lanishi bo'lsa, bo'g'imga berilishi mumkin. Bu mahalliy yallig'lanish. Ikkinchisi bu auto yallig'lanish. Ya'ni immimikriya deymiz. Imbiolog, oqsil yordamida faqat katta va o'rta bo'g'imlarga hujum qilinadi. Misol uchun bu o'sha osteoartrit, reumatoid artrit, reaktiv artritlarda, ayniqsa reaktiv artritlarda ko'rinadi. Bolalarda ko'rinadi, o'sha oligoartritlarda. Mana shunday jarayon, immimikriya, oqsil bizni o'sha oqsillardan hujayralarimizni to'qimalarda oqsillar o'rnida turib olgandan keyin o'ziga qarshi auto yallig'lanish chaqiradi. Shuning uchun katta va o'rta bo'g'imlar sanoqli zararlanadi. Mana shunaqa vaziyatga bog'liq. Umuman bu T limfositlari faolligiga bog'liq va ularning makrofag, dendrit hujayralarining hujumidan, qaysi T limfositlari faollashuvidan kelib chiqadi. Bu murakkabroq, oddiyrog'i shunaqa. Demak, bo'ladigan auto yallig'lanish kiradi. Agarda bu sentrilyarni oqsil orqali ketsa va boshqa auto yallig'lanishlar B limfositlar qo'shilishi bilan ketsa, unda mayda bo'g'imlar va hamma bo'g'imlarga tarqab ketishi mumkin. Buni o'rtasida aniq chegara yo'q. Eng qizig'i shunda. Demak, har qanday yallig'lanishlar, har qanday demak trigger faktorlar, antigenlar, ya'ni tashqi antigenlar, bular yallig'lanish, infeksion, virus antigenlar o'sha demak dendrit hujayralari, makrofaglar orqali auto yallig'lanishda включать qilish, qo'shish mumkin. Baribir bu demak aniq chegarasi yo'q, lekin baribir ham katta bo'g'imlar va o'rta bo'g'imlar yallig'lanishi, mahalliy yallig'lanishlar va immimikriya yallig'lanish prosesiga bog'liq.
to'g'ri gapingiz, shunday bo'lishi mumkin. Bu ham bog'liq destruksiyaga. Qanchalik yog'lanish kuchli bo'lsa, hujum ko'p bo'lsa, shunchalik destruksiya bo'g'imlarning yedirilish, zararlanish darajasi ham ortib boradi. Keyingi savol qaysi bir arteritlarda mayda bo'g'imlarning tugunchali zararlanishlar bilan boradigan arterit kuzatiladi? Osteoartritlar tugunchalik, demak, turi bor, tugunchalik turi. Bu ko'proq yosh katta odamlarda bo'ladi. Demak, periferik eng oxirgi falangalar barmoqlarda paydo bo'ladi, eng oxirgi, keyin yuqoriga paydo bo'ladi. Bularning nomi gibridin bo'shar, demak, tugunchalar deyiladi. Bular bo'g'imchalar bilan, ichi bilan, bo'g'im bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Bular ham, demak, har xil oqsil tuzlardan iborat. Bular yallig'lanishi mumkin, yorilishi mumkin. Yorilganda bo'g'imda kontraktura ankilozlar paydo qilishi mumkin. Demak, bu periferik va o'rta bo'g'imlar, barmoq bo'g'imlari zararlanishi simmetrik jihat tomondan avj oladi va sekin-sekin kechadi. Bu qariyalarimizda osteoartritning tugunchalik, demak, bo'ladi. Reumatoid artritda bunday emas. Reumatoid artritda, demak, distal, periferik va boshqa bo'g'imlar zararlanadi. Bundan tashqari podagra degan bosh barmoqda xuddi shunday podagristik o'zillar, tugunchalar bo'lishi mumkin. Bu ham bo'g'imga bog'liq bilan bog'liq, bu ham yallig'lanishi mumkin va bularda, demak, agar yallig'langanda bularni olib tashlash, bularga, demak, davolash, jarrohlik davolash usullari ham qo'llanishi mumkin yallig'langanda. Lekin bu qondagi autoimmun, yallig'lanish bilan bog'liq bo'ladi. Keyingi savol, bo'g'imlarda bo'ladigan destruktiv, ya'ni bo'g'imlarda zararlanishi belgilarini oldindan qanday tekshirish bilan aniqlasa bo'ladi degan savol berganlar. Eng ertachi aniqlash bo'g'imdagi zararlanishlarda, orqaga qaytmas yedirilishlarda, demak, aniqlash, infiltratlarda, panduslarni aniqlash, bular artrozlarni aniqlash, MRT, keyinchalik emskitning hozirgi oxirgi, demak, vakillari, oxirgi chiqayotganlari ham emskitning MRTdan qolishmaydi, lekin MRT birinchi o'rinda turadi. Keyingi savollardan bu podagra kasalligi haqida savol berganlar. Podagra kasalligi nimaga bosh bo'g'imlarda barmoqning, oyoqning bosh bo'g'imini zararlaydi degan savol bergan. Tugunchalar paydo bo'lishini so'rayaptilar. Podagra kasalligining ikkita guruhi bor. Bu tipik kechuv, klassik kechuv, ya'ni bosh barmoq, oyoq bosh barmoq, qo'l bosh barmog'ida, demak, paydo bo'lgan tuguncha yallig'lanadi, demak, va o'ziga xos hamma 5 ta yallig'lanish alomatlari bilan kechadi. Oyoqda ham shunday va bu oyoq kiyim kiyishga, demak, qiynaydi, qizarib yallig'lanadi, og'riydi, tana haroratini oshirishga va bemorda, demak, faoliyatning buzilishiga olib keladi. Nima uchun bosh barmoq? Nimaga deganda, bosh barmog'imizda eng asosiy, demak, xizmat qiladigan bosh barmoq, oyoq bosh barmoq, bu tipik kechuvda kechadi, paydo bo'ladi. Atipik kechuv bor, giperurikemik sindrom deyiladi. Giperurikemik sindromda bemorning 7 dan oshiq, o'zi 5,5 hisoblanadi, 7 dan oshiq yursada qonda mochevaya kislota, sidik kislotasi bu buyrakda qayta so'rilish jarayonida, buyrakda modda almashinuv jarayoni buzilishi va jigarda bundan buzilishi oqibatida paydo bo'lgan kasallik. Buning nasliy jihatlari ham bor, moyilligi ham, orttirilgani ham bo'ladi. Demak, bu podagra haqida hali keyinchalik video qilamiz, lekin javob shunday. Buni bosh barmoq zararlanishi tipik kechuvda keladi. Atipik kechuvda giperurikemiya deyiladi. Bunda, demak, ham bu qondagi boshqa kasalliklarda prediktor hisoblanadi, ateroskleroz paydo bo'lishini ham, buyraklar zararlanishini ham. Bundan tashqari, buyraklarda tosh paydo bo'lishi, bo'g'imlarda tuz yig'ilishi, katta bo'g'im, o'rta bo'g'imlarda tuz yig'ilishi jarayonni keltirib chiqaradi. Keyingi 10 yil, 20 yilda mana shunaqa tekshiruvlar, demak, buni isbotladi. Demak, giperurikemik sindrom doklinitskiy tipik podagraning boshqa bir ko'rinishi bo'lib, buyrakda tosh paydo bo'lishi. O'rtacha hisoblarga qaraganda, urat tuzlari ko'payganligi alomati bilan boradigan sidik tosh kasalligining yarimidan ko'pida, 40%da, demak,
giperurikemik sindrom borligi aniqlangan. Agar giperurikemik sindromda demak 5,5 dan Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasining talabi bo'yicha 5,5 dan oshganda bizning hisoblar bo'yicha 6,5 6,4 dan oshganda davo tayinlanishi hozirgi vaqtda rekomendatsiya tavsiya qilinadi. Demak, sidik kislotasining qonda kamaytiradigan, uni qayta sug'urilishini buyrakda bloklaydigan dorilar beriladi. Bular allopurinol va boshqa dorilar hozirgi zamonda qo'llaniladi. Bu haqida hali keyin video qilamiz. Nima uchun aynan revmatizmning o'zida, revmatizm jarayonida paydo bo'ladigan artritlarda destruktiv buzilishlar deyarli uchramaydi? Agar yoshligidan 14 yoshda qo'yiladigan revmatizm kasalligi, hozirgi vaqtda bu o'tkir revmatik lixoradka, qaytar revmatik lixoradka va surunkali revmatik yurak kasalligi degan 3 ta tashxis bilan qo'yiladigan revmatizm o'zida katta bo'g'in nazarlanadi. Simetrik ham bo'lishi mumkin, asimetrik ham bo'lishi mumkin. Ko'proq simetrik bo'ladi. Katta va o'rta bo'g'in nazarlanadi. Oligoartrit ko'rinishda bo'ladi va bunda destruktiv proseslar, ya'ni bo'g'imning zararlanishi, deformatsiyasi, ankilozlari, bo'g'imning qiyshayib ketishlari kech kuzatiladi. Nima uchun? Nimaga deganda, bu yerda auto yallig'lanish im mimikriyaga jarayonda kechadi. Ya'ni im oqsil oqibatda, ya'ni ma'lum katta bo'g'imlarga qaratilgan bo'ladi. Katta bo'g'imlar sinovial to'qimasida va boshqa to'qimalarda im oqsilning o'ziga qarshi auto yallig'lanish chaqirishi mahalliy kuchli bo'lganligi uchun shunday kuzatiladi. To'g'ri, revmatizmning o'zining revmatik artritlarda, revmatizm chaqirgan artritlarda katta bo'g'imlar va o'rta bo'g'imlar oligoartrit kuzatiladi va bunda degenerativ proseslar kech rivojlanadi yoki bo'lmaydi. To'g'ri gapingiz. Bu shunday. Bunga to'g'ri tashxis qo'yish ahamiyatli albatta. Revmatizmni o'zi to'g'risida hali video qilamiz. Bu revmatizmni ko'pchilik biladi ham. Revmatoid artritda farqi shunda. Revmatoid artritda demak auto yallig'lanish atsipi, ya'ni sentril oqsillarning el arginni o'rnini olib, o'ziga ko'plab auto yallig'lanish chaqirilishi natijasida poliartrit ko'rinishiga o'tib ketadi va ko'p bo'g'imlar zararlanadi va destruktiv zararlanishi kuchayadi. Mimikriya yo'li bilan borganda bo'g'imlarning destruksiyasi, zararlanishi, ishdan chiqishi, deformatsiyasi kech bo'ladi. Bo'ladi bunday, juda kech. Agar o'z vaqtida demak o'z vaqtida davolanmasa. Juda yaxshi savol bergan Abdullayeva degan Abdullayeva ham Maqsud degan bemorlarimiz, bular emlashlar mumkinmi revmatoid artritda degan savol bergan. Juda ham o'rinli, juda ham to'g'ri savol. Bu juda ham og'riqli nuqta. Nega deganda ko'plab bemorlarimiz emlash oqibatida revmatologdan ruxsat so'ramasdan emlash oqibatida o'z kasalligini xurujga olib kelgan va keyin remissiyaga tushirish qiyin bo'ladi. Yaxshilab o'tirib olingizlar, hurmatli tinglovchilarimiz, bemorlarimiz. Emlash mumkin. Faqat revmatologning demak ruxsati bilan. Qachon emlanadi? Revmatoid artritda, bolalar, kattalar, spondilartritda, Bexterev kasalligida, revmatizm chaqirgan revmatik artritlarda qachon emlanadi? Bolalar, kattalar emlanish mumkin. Birinchi shart bu remissiya bo'lishi kerak. To'liq yoki chala remissiya. Bu albatta shart bo'lgan. Iloji bo'lsa to'liq remissiya bo'lishi. Bolalarda to'liq remissiya, kattalarda chala remissiya bo'lsa ham mumkin. Ikkinchisi o'lik vaksinalar bilan. Bu yerda tirik bakteriyalar bo'lmas kerak. O'lik vaksina yozib qo'yadi. Значит, неактивный, natilni demak o'lik, nejivoy, o'lik demak vaksinalar bilan emlanish mumkin. Misol uchun mana grippga qarshi emlanish mumkin. Revmatologning tavsiyasi bilan bemor tayyorlanish kerak. 1 hafta 5 kun keyin emlanish mumkin. Mana ko'z oylarida albatta mumkin. Demak, remissiya vaqtida va o'lik vaksina bilan. Tirik ichida bo'lgan vaksina bilan emlanish mumkin emas. Bu shunday. Keyingi savolimiz ham savollarimizga ajoyib savollar bergan. Artritlarda bu kishi revmatoid poliartrit yo yuvenil revmatoid artrit yo
spondilartritlar aytyapti, savol beryaptilar. Menimcha ko'zga asorat berishni oldindan qanday aniqlash mumkin? Juda ham to'g'ri savol. Yilga azizlar, reumatoid artrit, bolalar reumatoid artriti, o'smirlar reumatoid artriti, spondilartritlar va ayrim hollarda reumatik artritlar ham ko'zga uvet, iridosiklit degan asoratlar beryapti. Ko'zning oldingi, orqa ko'z tomirlarini, mayda tomirlarini zararlanishi, iridosiklit, uvetlar. Bu ko'proq agar o'z vaqtida aniqlanmasa, ko'rlik olib keladi. Birinchi belgilari buning svetoboyazn, yorug'dan ko'zi zararlanib, yorug'ga chiqolmaslik, ko'z yoshlanishi. Ko'proq ikki taraflama. Bir tomonda ko'proq, bir tomonda pastroq bo'ladi. O'z vaqtida bu aniqlanish juda ham ahamiyatli. Shuning uchun mana biza kardioreumatologlar biza doim antinuklear faktor aniqlaymiz. Antinuklear faktorining titriga qarab, agar u serizonda, boshlang'ich zonda yuqori bo'lsa, doimo demak davoni to'g'ri yo'lga qo'yamiz. Ya'ni o'sha bazasin dorilar, ya'ni bu kasallik modifikatsiya qilgan dorilar deymiz va monoklonal antitanalarda dori shu uvetni pasaytiradigan jihatlarga ega bo'lganlarini beramiz. Juda ham ahamiyatli gap bu. Nimaga deganda, ikkita ko'zni ham ko'rlik olib kelish mumkin qisqa vaqt ichida. Hozirgi reumatoid artrit, yuvenil artrit, o'smirlar artriti, spondilartritlarning shunaqa kechuvlari keyingi yillarda ko'zga berish asorati ko'payib boryapti. Juda to'g'ri savol. Rahmat bu savol uchun. Qaysi bir revmatizmda ishlatiladigan dorilar ta'siri ostida homiladorlik davom ettirish, homilador bo'lish mumkin degan savol bergan. Albatta. Bu savol ilgaridan, o'sha ittifoq davridan juda yoritilib keladi bu masalaga savol berish. Demak, hozir eng og'irlaridan gapiramiz. Ishlatiladigan kasallik modifikatsiya qilingan bazisning asosi bo'lgan dorilar. Bu demak sitostatiklar, metotrexat, merkaptopurin, azidopirin, lifnamid, ayniqsa birinchi 3tasi o'sha metotrexat bular bir necha yil qonda saqlanadi. Shuning uchun bular homilador bo'ladigan vaqtda homilador bo'lish mumkin berilmaydi. Gormonal dorilar mumkin. NPVSlar ham homilaning birinchi davrlarida berilmaslik tavsiya etiladi. Birinchi, demak, 3 oyligida. Juda yaxshi savol. Bunga juda ham e'tibor qilish kerak. Bu revmatolog bilan albatta maslahatlashish kerak. Ko'p murakkab holatlar bor. Monoklonal antitanalar to'g'risida to'liq ma'lumot yo'q, lekin bu alohida demak tushuntiriladigan narsa. Bunga hal beramiz. Tak, demak savollardan biri. Tak, demak savollardan yana shunday savollardan biri bizga kelgan. Bu yoshligida demak revmatizm bilan kasallanib va protezlar operatsiyasi amalga oshirilgan. Ammo 2016-yilga kelib 10 yildan keyin, 8 yildan keyin bu bemorga reumatoid artrit qo'yilgan. Nimaga shunday savol beryaptilar? Demak, revmatizmdan kasallanib tuzalib ketish yoki revmatizm asorati bo'lmasa tuzalib ketish bo'lsa, remissiya, to'liq remissiya tushish, reumatoid artrit bilan kasallanish mumkin emas degan savol qo'ymaydi. Reumatoid artritni yallig'lanish boshqacharoq ketadi. Auto yallig'lanish, ATSP, sentralin B oqsilning hujumi oqibatida yuz beradi va buni overlaps deyiladi. O'sha overlaps degani ikkita revmat kasallik yonma-yon birinma-ketin paydo bo'lishi. Ikkalasi kelib chiqishi boshqa bo'lishi uchun, bo'lganligi uchun revmatizmdan kasallanib chiqqaningiz bilan baribir reumatoid artritni yallig'lanish, kasallanish ehtimoli saqlanib qoladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollar kutib qolaman. Savollarni beringizlar, men javob beraman. Ko'pdan ko'p videolar tayyorlab qo'yibmiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat mani eshitganlaringiz uchun.